أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Savatdaşlar bizning ilgirki saatlik dersimiz kitabımızningki birinci qismning 3-chi bobi. Biz birinchi qismni 3 bobga bo'lgan. 3 bobningki 3-chisi Ulumul Qur'on haqida bir qism ma'lumotlardi. 3-chi bobni 3 mazmunga bo'lgan to'q. Oldingi qitimliq darsimizda birinchi mazmunni o'qib o'tdik. Amonlarninki xabaringi va Makki madaniy haqida o'qib o'tdik. Bugungi ikkinchi faslida al-muhkam val mutashabih, ya'ni Qur'oni Karimdagi muhkam oyatlar va mutashabih oyatlar haqida to'xtalamiz savatdoshlar. Muhkam mutashabih Qur'oni atalg'u. Bu qilganda avval aniq bo'lsin. Ya'ni Qur'on bir qism oyatlarini muhkam deb tasvirlaydi, sifatlaydi. Yana bir qism oyatlarini mutashabih deb sifatlaydi. Bu xil sifatlash Qur'oni Karimda bir necha o'rinda qo'llaniladi. Diqqat qilsak, shu qo'llanilgan o'rinlardagi muhkam so'zi bilan mutashabih so'zininki ma'nosi bir-biridan farqli. Ya'ni bir o'rinda oyatlarni muhkam deb tasvirlaydi, ma'no boshqa. Yana bir o'rinda yana muhkam degan mazmun keladi. U yerda oldingi o'rindan ma'no farqli. O'xshashla mutashabih deganmi bir o'rinda bir ma'noda qo'llaniladi, yana bir o'rinda yana bir ma'noda qo'llaniladi. Ama biz shundan qaragan vaqtda bu cho'qim o'rtada istilohiy bo'lgan muhkam mutashabih va lug'aviy bo'lgan muhkam mutashabih borligini qana qila olamiz, bilalaymiz savatdoshlar. Bugungi darsimiz unda bo'lsa istilohiy muhkam mutashabih nima, lug'aviy muhkam mutashabih nima, mush haqida to'xtalamiz. Qani qarayli savatdoshlar, avtor bu haqda nimalarni tushuntirdi? Al-muhkam val mutashabih. Muhkam mutashabih deganimiz deb kelib, ذكر القرآن الكريم نفسه أن منه آيات محكمات وأن منه آيات متشابهات. Qur'oni Karimninki o'zi shuni tilg'anadir ki, Qur'oni Karimning ichida muhkam oyatlar bor va Qur'oni Karimning ichida mutashabih oyatlar bor. Mana endi men tarjima qilgan vaqtida muhkamni tarjima qilmayman, mutashabihni tarjima qilmayman. Chunki masala oydinlashgani yo'q. Bu yerda tilg'ilanayotgan muhkam qaysi xil muhkam, tilg'ilanayotgan mutashabih qaysi xil mutashabih, bu oydinlashmadi. Ko'rib o'taylik, mush hozir Qur'oni Karimda muhkam mutashabih atalg'usining borligini deb emasmi? Shu Alloh subhanahu va taoloning tuvandagi so'zida chiqadi bu. Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ma'runda ayat muhkamat deb sifatlanadi. Hunna umul kitab, bular kitobning asosi, Qur'onning asosi va uxaru mutashabihat, boshqa mutashabih oyatlar bor deydi. Muhkam oyatlar va mutashabih oyatlar bor. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Tafsilatı köp mazmunlar. Ama bizning mushu abzasdan o'qmoqchi bo'lganimiz nima desa, Qur'onda muhkam oyatlar bor deyildi va mutashabih oyatlar bor deyildi. Unda bo'lsa muhkam oyatlar degan nima, mutashabih oyatlar degan nima? Mush haqda qana qilamiz, to'xtalamiz. Wa sana'riful murada min al-muhkam wal mutashabih. Biz endi muhkam va mutashabihdan bo'lgan maqsadni tunib o'tamiz. Walakinna nawaddu qabla zalika an nushira ila anna hatayn al-kalimatayn. Ama bundan ilgari, tarifatini bilishdan ilgari biz shuningga ishorat o'tishni yaxshi deb qaraymiz, yaxshi ko'ramiz. O'zim nima desa, bu ikki kalima
Allah'ın kitabideki başka ayette yeni bir ma'ni kelgan. Demek mesele mişede. Mesele mişede. Yani muhkem mutashabih lug'aviy ma'nisi mi bor, istilohiy ma'nisi mi bor? Abturninki muhkem mutashabih degan bab ostiga huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat degan oyatni akilib Qur'onda muhkamning mutashabihning borligiga dalil keltirganga qaragan vaqtida yuqorqi oyat biz so'zlamoqchi bo'lgan istilohiy muhkam va istilohiy mutashabih ma'nisidagi uringan. Abturundan başqa muhkam mutashabihningki yuqorqidan boshqa ma'nisining borligi uchun tuanda bir oyat keldi. Kitabun uhkimat ayatuhu Qur'onda. Uhkimat ayatuhu yani muhkam degan so'zningki fe'lisi majhul shakli ahkama yuhkimu uhkimat. Yani muhkam shunday kitobki buning oyatlari muhkam bo'lgan degan gap. Ro'shan bo'lgan degan gap. Mana tarjima qila olamiz endi lug'aviy o'g'achqa ro'shan oyatlari ro'shan bo'lgan, oyatlari puxta bo'lgan deb tarjima qila olamiz. Bu bir misol. Va min zalika, ya'ni shuning qatoridan Alloh subhanahu va taoloning so'zi Allohu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo eng go'zal so'zni, ya'ni kitob mutashabihni, kitob mutashabih bo'lgan holda tushirdi deb Qur'oni Karimni mutashabih degan sifatlar bilan sifatladi yani. Yani bu yerda yuqorqi oyatning o'zida birinchi oyatda muhkam mutashabih oyatning sifati olib keldi. Ve ikinci oyatda ya'ni shu muhkam mutashabih oyatning sifati olib keldi. Oldingi oyatda men sizlarga muhkam mutashabihni tarjima qilib bermadim. Ammo keyingi ikki oyatda tarjima qilib berdim. Kitabun uhkimat ayatuhu degan yerda shunday bir kitobki oyatlari ro'shan bo'lgan, oyatlari puxta bo'lgan dedik masalan. Aslında Allah en güzel söz, o'zaro bir-biriga o'xshaydigan, mazmuni bir-birini tasdiqlaydigan bir so'zni tushadi deb tarjima qilib berdim. Keyinidagi ikki oyatdagi muhkam mutashabihni tarjima qilib bo'lganga qaraganda, oldidagi oyatdagi muhkam mutashabihni tarjima qilib bo'lmaganga qaraganda, ostidagi ikki oyatdagi muhkam mutashabih lug'aviy mutashabih, ustidagi oyatdagi muhkam va mutashabih istilohiy. Yani biz bugun bilmoqchi bo'lgan bugungi darsimizningki asosiy temasi bo'lgan muhkam mutashabih ustidagi oyatdagisi ekanligini qanaqa qildik bilaladik mencha. Yani aslında Qur'oni Karimni mutashabih demasman, men tarjima qilgan vaqtda bayotda o'zaro bir-biriga o'xshaydigan mazmun jihatda bir-birini to'liqlagan tarjima qildim. Abdurrahman tarjima qilib qo'yibdi. Yani ba'zi hidoyatda, balog'atda ve tanaquzluqdan, tafovutdan salomat qilishda o'xshaydigan bir-birini tasdiqlaydigan deb shu ma'noda. Ya'ni qarindoshlar, muhkam mutashabihning lug'aviy ma'nosi nima ekan desa, muhkam puxta, ro'shan degan ma'no ekan. Mutashabih o'zaro bir-biriga o'xshaydigan, bir-birini tasdiqlaydigan degan ma'no. Ya'ni hatanil kalimatan bu ikki so'z muhkam mutashabih Hud Zumar oyatlarida Qur'oni Karimning hammasining sifati bo'p keldi. Ma'ala bo'p keldi. Demak, o'sha yuqori biz oyatni o'qigan ikki oyatning gapi, u oyatlari uhkimat bo'lgan kitob, ya'ni puxta qilingan, ro'shan qilingan bunday kitob va oyatlarining hammasi go'zallikda, balog'atda, ta'sir qilishda bir-biriga o'xshaydigan kitob. Bu ikki ma'no lug'aviy ma'no qarindoshlar, lug'aviy ma'no. Ama Beynava degani amma diqqat qilinglar. Bahsining 5ida keltirgan Al-Imron oyati qaysi minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitob va ukharu mutashabihat. Mayadagi muhkamatlar mutashabihat nimani ifodalaydi desam, tadul shuni ifodalaydi-ki, Qur'onning oyatlarininki ba'zi muhkam, ba'zi mutashabih. Endi bir dedim ya karışıklık çıktı. Yani biraz tokunuşup kaldı. Bahsinin 5'deki ayet Kur'an'ın bazı ayetleri muhkem, bazı ayetleri mutashabih. Ben tercüme kılamadım ya muhkem mutashabihini. Sizlerle tercüme kıpıramadım. Demek bir mesele var.
Ama kinki ikki oyatda Qur'onning hammasi muhkam, Qur'onning hammasi mutashabih. Buni tarjima qilib berdim. Qur'onning hammasi ro'shan, puxta. Shunaqmi? Retlik. Qur'onning hammasi birisi-birisiga o'xshaydi va birisi-birisini tasdiqlaydi. Buni tarjima qilib berdim. Ostidagi ikki oyatdagi muhkam mutashabih Qur'onning hammasining sifati bo'ldi. Ustidagi oyatdagi muhkam mutashabih ba'zi oyatning ba'zi. Unda oranda ko'z oldimizda muhkam mutashabih qancha xil bo'ldi? 2 xil bo'ldi savoqdoshlar. Birisi lug'aviy, hozir tarjima qila olganimiz shu. Buni biz so'zlamaymiz. Bu tushunishlik. Yana birisi istilohiy. Biz bugun o'rganmoqchi, o'qimoqchi bo'lgan bahsining ismi dal istilohiy muhkam va istilohiy mutashabih. Mushu muhkam mutashabih savoqdoshlar nurg'un tafsirlarni o'zgartirishga sabab bo'ladigan bir fan nurg'un ahkamlar muhkam mutashabih qarab o'zgaraydi. Hatto nurg'un firqlar muhkam mutashabih sababidan o'rtaga chiqqan muhkam mutashabih zodi atlab o'tmasak bo'lmaydigan, o'ginib o'tmasak, yani hal qilib o'tmasak bo'lmaydigan bir tur. Undan kelaylik muhkam va mutashabihning ta'rifotiga kelsak, muhkam lug'atda bilinglar ahkamadan chiqqan ism maf'ul bo'lib, bir narsani puxta qildi degan ma'noda. Masalan, bino muhkam degan gap puxta bino degan ma'noda. Ya'ni mutlaqan puxta qilingan, ojizlik yo'q, xalallik yo'q degan ma'noda. Texmo narsaga kelsak, texmo inga kelsak, hakama degan asli arab tilida bir narsani o'ng so'lga boshqarganni hakama deydi. Masalan, atning ikki tarafidan tortilgan chuluri va bizlar mabilar qatilgan atning ma tarafini tortib o'ngga, ma tarafini tortib so'lga buraymiz beshini. Mushuning o'zi hakam bo'ladi. Ahkama shu bir narsani o'zi xohlagan, o'zi o'ylagan, ko'nglidagidek bir holatga kelgan ahkama bo'ladi. Men bir bino solgan imoratchi, bir qurilishchi o'zim o'ylagan, ko'nglimdagidek qo'ymoqchi bo'lgan kesakni o'z joyiga qo'yib, o'z loyihasi bo'yicha qila olgan bo'lsam, bu qilgan ishim muhkam bo'ladi. Va odatdagi ishlaganimni eng go'zal shaklda qila olgan bo'lsam, ya'ni o'ylagandek qo'ydigan har narsani o'z joyiga qo'yib qila olgan bo'lsam, buning ismi arab tilida muhkam, biz uyg'ur tilida puxta, eng voyaga yetkazib qilingan, joyida qilingan ish deb tarjima. Bu lug'at ma'nosi. Mutashabih lug'atan tashabahadan chiqqan ism fa'il bo'lib, birislar ba'siga o'xshab qolgan tashabaha o'zaro avmaning o'xshagan, mav'aning o'xshagan. Ya'ni masalan men bir fikr o'tirib qo'ydim, sen bir fikr o'tirib qo'yding, o'xshash chiqdi, o'xshab qoldi. Men bir kiyim oldim, sen bir kiyim olding, o'xshab qoldi. Mening mijozim yurish turishim, sening mijozing yurish turishingga o'xshab qoldi. Bularning hammasi nima desa mutashabih. Ma'u lug'at jihatdagi muhkam mutashabihning nimasi ma'nosi. Ammo istiloh tarafdan degandan keyin masala shu edi. Falil ulama ta'rifat idda lahuma. Ulamolarningki bu ikkisiga qilgan bir nechta turli ta'rifati bor. Shu bor degan gapni unutmanglar. Chunki ta'rifat idda jumlaning igi qismi nakira keyinda keldi. Valil ulama, falil ulamatiki lil ulama jumlaning xabar bo'liki, jari majrur oldida keldi. Jari majrur oldida kelib qolsa va yoki shibiy jumla yoki jari majrur zarf degandek jumlaning igi qismi nakira shaklda keyinda kelsa ba'da tarjima qildik. Bekjiq davatida bu gapni va mushu ta'rifatlarningki eng yaxshi go'zali tuvandagi ta'rifat savoqdoshlar. Anglaydi shuni. Abturning go'zalligi nima bilamizlar? Bizning kallamizni ilashtirmaydi. Abtur bizning kallamizni ilashtirmay, kallasida eng go'zal deb qaragan ta'rifatni bizga tanlab beradi. Ilgari ko'rdik fikrlarimdagi eng rajih fikrini akablar bizga naq deb bizdagi mubtadilarga nisbatan dastlab bu sohaga kirgan texnik ma'lumotini cho'nqur olmagan kishilarga nisbatan mushubak go'zal. Muhkam degan nima desa, uningdan murod aniq bilingan mazmun. Qur'ondan aniq ma'lum murod bilingan ya o'zi oshkor bo'lganlik sabab bilan yoki uni ta'vil, tafsir qilishlar. Masalan, Qur'onda bir oyat bor. Bu oyatning mazmuniga qarab o'qidik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. O'qiboqcha ey mu'minlar, sizlarga roza qanday qilindi? Farz qilindi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qital. Urush farz qilindi. Nayt ro'shan.
Masalan, salasata quru ayol kishi iddat tutmoqchi bo'lsa, salasata quru iddat tutadi. Buni tafsir qilish orqali salasata quru ya salasata athar bo'ladi, ya salasata hayzat bo'ladi. Buni tafsir qilish orqali tushundik. Ya'ni bir oyatdan maqsad tushunilsa, buning ismi muhkam deydi. Mana diqqat qiling. Oyatdan tam maqsad tushunilsa, bu muhkam. Mayli o maqsad naytdi ro'shan tushunilsin. O'zimiz qarab boqib tushundik yoki tafsir bilan tushunilsin. Xuddi salasata quruqqa o'xshash. Qanday shaklda tushunilsin? Ish qilib oyatdan maqsadni tushunalisak muhkam bo'ladi. Tamam. Endi mutashabih desa, shu tushunish qiyin bo'lgan, Allah o'z ilmiga tanlagan mudashlava. Masalan, Abdulmiyga qiyomatning qo'pishi debdi, sura nomeriga urib muqaddas debdi. Men taxmin qilib tushunishlik deb qo'yay, buni tushunish shaklida. Qur'ondagi g'aybga munosabatlik, bizning aql idrokatimizning sirtidagi har qanday bir mazmun mutashabih. Masalan, deylik, cennet tasvirlanadi Qur'oni Karimda. Ama biz imanimiz bilan ishlaymiz hamda uningga. Manikallandiğini qo'ysin. İmanimiz bilan ishlaymiz. Mayitni o'qimaymiz. Chunki jannatning tasvirida ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, insonning zehniga kelib boqmagan degan bir tasvir bor. Jannatda mevchi bor deydi masalan. Ama dunyoning mevchilariga o'xshamaydi deydi. Endi o'ylab boqma. O dünyada biz ko'rgan mevchiga o'xshamas, qanday mevchi bor? Biz tushunmaymiz bu nuqtani. Do'zaxda azob bor, o't bor, ölmeyse azaplansa deydi. Dünyada biz tushunadigan azob, biz tushunadigan o't insonni ko'ydirdi, o'ladi. Lekin do'zaxda o'lmaydi, ko'ydirdi, azaplanadi. Bu nuqtaning biz tushunmaydigan bir tarafi bor. Biz her narsani o'ylasak, tafakkur qilsak, dunyo idrokati bilan, bizning dunyo tuyg'umiz bilan, dunyoda yashayotgan prinsip bilan o'ylaymiz, tafakkur qilamiz, ammo bizning aql tafakkurimizni halqagan bir nuqta. Masalan, Adem Aleyhisselam'ın evladı biz. Bunu kim dep berdi bizga? Qur'on dep berdi. Onun haberimiz yoktu. Qanday qilib demaymiz, aql idrokamizning oshgan ish. Hech vaqt xotirada mangan bir ish emas. Tarixiy kitoblarga o'xshash, manchinchi Adem Aleyhisselam tug'ilib ekan, onun bana unda gap yo'q, faqat Qur'on dedi buni. Adem Aleyhisselamchi laydan yaratilgan. Bu qanday inson qanday laydan yaratiladi? Aql idrokatimizning sirt ish. Cennetke girildi, iblis azdudu, cennetten çıkarıldı. Hemmisini ibreten anlayımız, bizden resmi düşünmekimiz ters. Muşlarının özünün hemmisinin bulunduğu muteşabih oldu arkadaşlar. Mesela yadullahi dep geliyordu. Muteşabih. Yadullahi fevkal cema'a. Bu yaman köp bunda ibareler. Ar-Rahman alel arşı istava. Yani gayb ki münasebetlik talepler bizning aql idrokatimizning sirtidagi ishlar buning o'zini mutashabih bo'ladi. Men o'sha bir gapni qetib qo'yay sadoqdoshlar. Bu gapni yezib olsanglar bo'ladi yoki men shu eskartib o'taman, zehninglarda saqlab olsanglar bo'ladi. Muhkam oyatlar lil amal. Amal qilish uchun tushirilgan. Mancha olamıyorum sadoqdoshlar. Yo'g'on yozdim hozir. Muhkam oyatlar lil amal. Endi mutashabih oyatlarcho. Mutashabih oyatlarni bizning idrokatimizdan ustun oyatlar dedik ya mazmun jihatda. Bu nima desa, bu nima qilolmaydi bunga? Amal qilolmaydi. Amal qilgan mazmunmi emas. Chunki o degan mutashabih faqat lil iymon. Muşu tutuş kallanglarda turib olsin. Muhkam amal qilish uchun, mutashabihlar iymon etish uchun. Ya'ni iymonning eng bir yuqori yuksak bir nuqtasi bo'ladi, u o'simi g'ayb. Bizning iymonimizningki boshlang'ich birinchi qadami g'ayb va oxirgi g'ayb. Allohga iymon etdik deymiz, nurg'un alomatlari va dalillari va pakitlari va u yerga qarab turib tushunamiz, iymon etimiz, mana buni o'zi g'ayb. Cennetning borligi imoyatimiz g'ayb. Qabrdan azobining borligi imoyatimiz g'ayb. Bularning hammasi iymon etish uchun kelgan mazmunlar
qana qilishni tushuning. Shunga g'aybiyat masalalarini madam shu g'aybiyat masalalari haqida kelgan naslar sahiylan bo'lsa, hadislar olib qolsa yoki oyat olib qolsa, shundan olgan tushunchang to'g'rilan bo'lsa, bu faqat tushunish uchun emas, iymon etish uchun kelgan. Tushunish uchun derken mohiyatiga yetish ma'nosiga tushunish. Mana tushunish emas. Masalan, jannatda uva buva degandan keyin buni shu shaklda tushunamiz, ammo mohiyatiga yetamiz. Qanday bo'ladi? Jannatda qiyramaysa deydi. Biz faqat sig'dira olmaymiz navbatga dunyodagi aqlimiz bor. Chunki dunyoda qiyramay desakni qirib ketyapmiz masalan. Jannatda faqat jafo mushaqqat yo'q deydi. Dunyoda o'ltib qopqinimizning o'zi, hatto bir tomoq yeyishning o'zi bir jafo masalan. Bu arqa dunyodagi o'lcham bilan faqat o'lchugil olmaydigan bir ishlar var. Bunun hammasini ham mutashabih bo'ladi. Dedim, muhim bir nokta muhkam amal qilish uchun kelgan, tushunib amal qilish uchun. Mutashabih mazmunlar iman etish uchun keladi. Ko'p hollarda g'aybiyat bo'ladi. Mushu yuqoridagi ikki ta'rifat, kallanglarda saqlanishga tegishli ta'rifat va eng go'zal ta'rifat Imom Qurtubi degandek qala al-Qurtubi hada ahsan ma qila fil mutashabih. Mutashabih haqida deyilgan eng go'zal gap deydi. Mushuni kallangni saqlanishni hamda hozir tuganda muhkam mutashabih haqida nurg'un boshqa gaplarni o'qiymiz, kallangda boshqasi qilib qolmasin. Boshqasi qilib qolmasin uchun men buni alohida qanday qo'ydim, eskartib o'tdim savoqdoshlar. Shunga qolgan mazmunlarni tez deymiz, chunki o'tib ketish uchun. Nurg'un menda bir mushkul bo'lmuş dars o'tish jarayonida. Ba'zi biz o'zimiz ustoz deb dars o'tganlar diqqat qilmasdan asosiy mazmunning ustidan tez o'tadigan, uni inchikilmaydigan, ammo qo'shimcha yoki dilib o'tib ketsin bo'ladigan mazmunlar haqida ig'irroq to'xtalamiz. Biroz kuchab to'xtalamiz. O'quvchining kallasida asosiy mazmun qilib qolmay, qo'shimcha mazmun qilib qoladigan, ilashtiradigan ish paydo bo'ladi-ku. Buni oldini olishni davotima asosiy mazmun men istirg'i orqali ishorat qilgan mushrik ta'rifat asosiy mazmun 5 yildan keyin birisi sizdan so'rab qolsak bir imtihonda oldinlarga nima kelib qolsa, savol kelib qolsa muhkam mutashabih haqida mushni yazsangiz xatolashmaysizlar. Endi biz boshqa aqvallarda, fikrlarda kelgan muhkam mutashabih ta'rifati haqidagi mazmunlarni o'qib boqaylik. Bu muhkam mutashabihning ta'rifati haqida mundaq deyildi, qila qoldi. Muhkam degan faqat birlam mazmunni ehtimol tutadigan, mutashabih bir qancha yo'lni ehtimol tutadigan. Ya'ni uningdan mutakallimning sami qo'ygan maqsadi shubhili bo'lib qolgan dedi. Buni bir tarafni chiqara oladi, ammo asos mazmunni ifodalayolmaydi. Demak, muhkam mutashabih Qur'onda bor bo'lgan ikki tur va yuqorida ko'rganimizdek ma'noning ro'shanligi va ro'shan emasligiga munosabatlik. Takrorlayman. Muhkam degan nima? Ma'nosi ro'shan, biz tushunib amal qiladigan oyatlar. Mutashabih deganimiz ma'nosi bizga nisbatan ro'shan bo'lmagan, biz uni tushunish doirasidan chiqib qolgan bir ishlar. Endi Abturning mishada biroz ketkizib qo'yay deb qarayman. Qolgani o'qish jarayonida men sizlarga ba'zi nuqtalarni eskartdim. Abtur davomida bu tabiiy ish, tushunmaslik tabiiy ish deydi. Ya'ni ro'shanlikdagi farq har qanday gapda topiladi. Mishada mencha xato ketdi deb o'ylayman. İnsanın seviyesi noktasıdan her qanday gapda ro'shanlikda farq qiladi yoki so'zlaguvchining seviyesi noktasıdan ba'zi gapni to'liq ifodalayolmaydi, ba'zi gapni to'liq ifodalayolmaydi. Masalan, ro'shan bo'lganlari muhkam, ro'shan bo'lmaganlari muhkam emas desa, buni muhkam mutashabih deb tushunadigan bo'lsa, bu xatolik. Unday emas. Men bayatni dedim sizlarga bir g'ayb noktasini tushundirdim. G'ayb bo'lgan bizning idrokatimizning sirtqi ishlar mutashabih. Ama bizning idrokatimizning ichida mening saviyam to'g'ri bo'lib qolganligi uchun tushunolmadim. Ya so'zliguchi g'umuz so'zlaganlik uchun, tutuq so'zlaganlik uchun tushunilmadi. Buni muhkam mutashabih deyilmaydi savoqdoshlar. Garchi Abtur shu nuqtani biroz qo'llayotgandek bir ifodasi bor bu yerda. Chunki bu yerda ro'shan mazmunlar borki, hech g'umuzlik yo'q. Uni tushunish, tafsir qilishda hech tirishchilikqa ehtiyoj emas. Belki bunun ma'nosi tushunishlikki insonning zehniga bevosita tizlam keladi. Bunda bir narsalar bor va bu yerda ehtimolli narsalar borki,
A roşenlikte A derecede emas. Kişilerin hemmesi bunu düşünüş, mazmununu idrak qilishga kuchi yetmaydi. Bu odatdagi normal gap. Buni muhkam mutashabih deb tushundirsa, ma'u biroz uyg'un emas. Boshqa ma'noga nisbatan kalonglarda aniq nima bo'lsin, san olsun sadoqdoshlar. İlgirki ayet şunu ko'rsatdiki, Al İmronning oyatini o'qidik ya. Qayda bir qaramdik hamda oyatga. Gene. Vellezî enzele aleykel kitâbe. Allah sana kitapni tushadi Qur'on deb bo'lib, minhu shu kitobning ichida ro'shan oyatlar borki, bular kitobning asosiy qismi. Qur'onning asosiy qismi shu. Va uxaru mutashabihat. Ondan boshqa mutashabih oyatlar bor. Deb kelib, ammo qalbida zayg bo'lganlar, ezib ketish, teylib ketish ahvoli bo'lganlar Qur'onning ichidagi mutashabih bo'lganlarini iz qo'llab tekshirib, iz qo'llaydi. Maqsadi fitna tepish va uning ta'vilini izlash. Ammo bu mutashabih oyatlarning ta'vilini faqat Alloh biladi deb kelib ikkiga ayirdi savoqdoshlar. Masalan deylik, Mu'tazilaning bir fikrini degim keldi mishada, qabr azobi haqida Mu'tazila ko'p hollarda masalalarni aqlga tayinib hal qilgan bo'lg'achqa, bir inson to'pining ostiga kirib bo'lgandan keyin u qabrni ochib boqsak hech kim bo'lmasa, ikki farishta kelib uni o'ltirg'izib, uni azoblaydigan ish nada bo'ladi? Shu aqlga sig'am deb inkor qiladi. Yani asli mutashabih, g'aybiy ish. Buni biz faqat amanna, sallanna deb imo etishimiz kerak. Shuni o'qish masala demakchi. Yani yuqorqi oyat shuningga ishorat qiladi-ki, haqni iroda qildi Alloh. Bular mutashabih nasliga bormaydi degan gap, uning mohiyatini tushunishga intilmaydi. Chunki dedik-ku, u masalalarning mohiyati bizning idrokatimizdan chiqqan. İdrakatimizin sirtidagi ish, dunyo qonuniyatining sirtidagi g'aybiy ishlar va u nasli bormaydigan mazmunlarga ib boradi. O mazmunlarning tutuq yerlarini ta'vil qilish uchun qanday qiladi? Va yastaghilluna gumuzaha li ta'wila. Ma Alloh yo'qmi bu yerda. Ve o oyatlarning tutuq yerlarini ta'vil qilish uchun foydalanadi. Mashtar, ya'ni ularning g'arazlari va ma'aman istamorunda agradahum maydiga zimirmağı agradahum, yani ularning maqsadlari bilan mos keladigan bir shaklda foydalanadi. Ana asho qalbida ozg'unlik teyilish bor kishilarning ishi, ammo ulamo mu'minlarning ifodasi nima desam, oyatning oxirida. Takror ochaymi oyatni yoki yana bilamizlar? Oyatni takror açsak, mu'minlar nima deydi buni desanglar, va rasihuna fil ilmi qaranglar. Haqiqiy ilmda kamolatga yetgan Qur'onning mazmunini tushundiganlarning buni bildiradigan ifodasi aminna deydi. Biz iymon etdik. Demak, g'aybiy ishlar, mutashabih oyatlar iymon etish uchun keltirilgan. Yani ammo mu'minlar, yani ulamo mu'minlar bular ro'shan oyatlarni chang tutadi, buniga amal qiladi. Chunki muhkam amal qilish uchun kelgan va mutashabihga iymon etadi. Allah'ın qachon ekanligiga va uni tushunish va ta'vil qilishda zo'lab sun'iylach urinishni yada'un qana qilib tashlaydi. Chunki takror deb qo'yay savoqlar, mushi gibi yamanchiq asqitdi sizlarga. Muhkam oyat amal qilish uchun kelgan, mutashabih oyat iymon etish uchun kelgan. Iymon etish uchun kelgan oyatlarga iymon etishing kerak, amal qilish uchun kelgan oyatlarga amal qilishing kerak. Mushu yetarlik bu masalada. Endi menda biroz biz tushundiganning tam aksi shaklda yoki uning o'xshamaydigan bir shaklda bir mazmunlar o'rtaga chiqadi. Mutashabih, halil mutashabih mimma yumkinu ma'rifatuhu. Uni bilish mumkin bo'ladigan mazmunlarning qatorimi. Ya'ni mutashabihni bilish mumkin bo'lamdi deyildi. Sizlarning o'ylab boqinglar, mumkin bo'lamdi bo'lmaydi. Agar mutashabihni biz bayatni tushundigandek tushuntirilsa asla mumkin emas. Ya'ni asosliq men bularni sizlarga bayatni bergan tushunchada mutashabihni g'aybiyat doirasida tutdim. Xususan men tushuncham shu. G'aybiyat doirasida. G'aybiyat doirasidan sirtqi narsalarni men mutashabih demayman. Har qancha qiyin bo'lib ketsin tushunmak. Ba'zi ulamolar var. Qur'oni Karimdagi unda majoz, kinoya iboralarini mutashabih qatoriga tiqib qo'ydi. Masalan, cümle kurulması qiyin mazmunlarni mutashabih qatoriga tiqib qo'ydi. Anda tiqib qo'ygan bo'lsa mutashabihning doirasi kengayib, hammadan biladigan narsaga aylanadi.
Andağı vaqtda mutashabihdan bilgilduğunu va bilgilanmaydigini va deb ayirish to'g'ri keladi. Ammo mutashabihning doirasi faqat g'aybiyat nuqtasi bilan markazlashsa, mutashabih asla bilgilanmaydigan narsa bo'ladi. Mutashabih faqat imo etadigan ishlar, biz biladigan ishlar emas degan nuqtaga kelamiz. Qani o'qib boqaylik ulamoning fikrini bu haqda. Ulamolar bu haqda ikki xil fikr bo'yicha ixtiloflashib qoldi. Ikki xil. Birinchisi mutashabihninki ilmiga xabar tepish ilmda kamolatga yetgan kishilar uchun mumkin bo'ladi. Bu kishilar mutashabihning ta'vilini biladi. Bu so'zni Imom Navoiy tanlagan. Muslimning sharhida shunday deydi. Bu eng to'g'risi deydi. Imom Navoiy buyuk adam, ehtiromimiz bor. Ammo bu masalada balkim biz boshqa yoqdan chiqishimiz mumkin. Chunki şu Irak, li'annahu yab'ud. Ma hu zimrimayada zimrishan emasmi? Chunki şu Irak. Nima Irak? Allah öz bandalariga xalqidan hech kim uni tushunishga, bilishga yo'l yo'q narsalar bilan xitob qilishi bu Irak. Ya'ni mayada tam biz ifodalayotgan mazmun o'rtaq tushunilmaganda qildi. Imom Navoiy bilan bizning o'tirimizda, masalan, yoki boshqa ulamolarning o'tirida maslahat emas. Biz demakchiki tushunish masalasi emas, mohiyatiga yetish masalasi. Jannatda undan ne'mat va bundan ne'matni tushundik. Ammo mohiyatiga yetib zodi qandoq narsa, qiyomat kuni jannatga kirmaguncha uni qilolmaydi. Jannatda inson qiyirmaydi, o'lmaydi. Buni biz tushundik, ammo mohiyatiga yetolmaymiz. Ma'noqda, ammo normal tushunish desa o boshqa. Mohiyatiga yetish masalasi. Bu birinchi qism fikr. Ikkinchi fikr, hech kimninki mutashabihning ilmiga xabar tepish, xabardor bo'lish mumkin emas. Buni faqat kim biladi? Alloh biladi. Ammo ilmda kamolat yetgan kishilar shuni deydi, "Amanna bi." Buning vazifasi shu. Mishakiga vaqtda bir narsani takror eslatay. Oyatga qaraylik, savoldoshlar. Oyatninki "Varrasixun" degan yerda, mishada ikki qiroat bor. Mushu "Varrasixun"da necha qiroat bor? Ikki qiroat bor. Birisi illallohni qana qilish to'xtash. Illallohni to'xtash. Va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh. An varrasixunna istinaf shaklda yangidan boshlash. Maqrat bo'yicha o'qigan vaqtida mazmun mutashabihning mazmuni faqat Allohlar biladi, rasixlar amanna bi deydi deb mana mazmun chiqadi. Ikkinchi qiroat uzluksiz shaklda davomlashtirib qanday qilish o'qish. O'qib boqaymi? Va ma ya'lamu ta'wilahu illallohu var-rasixuna fil ilm. To'xtamay o'qiydi. Vaqtni tarjima qilsak, rasixun lafzul jalolaga atf bo'ladi. Mutashabihning ta'vilini Alloh biladi va rasixlar biladi deb. Biladi bo'ladi. Mushu ikki xil qiroatga qarab turib, ulamolar necha xil bo'ldi? Ikki xil bo'ldi. Ammo Sha'rawi rahimahullohning mishad naydi güzel bir ifodalashi var. Rasixlar biladi degan taqdirda nimani biladi desa, shu muhkamning amal qilish uchun ekanligini, mutashabihninki iymon etish ekanligini biladi. Shuning boshqa oyatning oxirida amanna bih deydi. Deb ma shaklda, ya'ni hech qanday ixtilof chiqolmaydi. Ikki xil fikr chiqolmaydi u vaqtida. Ikki xil fikr qanday qilmaydi, chiqolmaydi. Shu u vaqtda qanday qilish kerak, izlanish kerak. Ammo kitobda ikki xil fikrga keldi. Birinchi xil fikrda mutashabihga qana qildi, ba'zilar bilalaydi deydi. Ash birinchi xil qiroatninki natijasi. Ikkinchi xil fikrda hech kim bilanmaydi deydi. Yana bir qiroatning natijasi sifatida. Imom Suyuti ma ikkinchi xil fikrini qo'lladi. Nimda bu ko'pincha sahoba tabiinlarning nimasi so'zim shu deb buni qo'lladi. Biz hozir qadar shu ko'z qarashda, ammo men tafsir Sha'rawi rahimahullohninki ash oyatning ikki xil qiroatidan bir xil ma'no elib, ikki xil mazmunning oxirgi natijasini bir nuqtaga agaganini ko'rgandan keyin men Sha'rawiyning fikrini ash nuqtada tarjih qilaman. Chunki Sha'rawiyning fikri bo'lgan vaqtda salaf xalaf deb bir muncha bo'linish ahvol to'xsaqlanib qolgani bo'ladi. Abdur davotida mana bu fikr, keyingi fikr, biz tarjih qiladigan fikr to'g'ri inshaalloh deb kelib, Allah subhanahu va taolo uni bilishga, mutashabihni bilishga o'zini xos qildi. O'zi xos bo'ldi. Deydi mayada
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Qur'onning oyatlarning ichidagi mutashabihning kuyug'i kelganlar, shuning keynidan iz qo'g'lab manganlar, shuni surishti qilib manganlarning qalbida kasal bor deydi. Buna deganlikning o'zi bu oyatlarning tikka cho'kmaslik kerak degan gap. Chunki buning ta'bini faqat kim biladi? Alloh biladi. Buni mushadaki mazmunning o'zilar ikkinchi fikrininki bayatqi ikki fikrining ichidagi ikkinchi fikrining to'g'ri ekanligini ta'kidlaydi degan shaklda avtor mazmundan keldi. Mana mushu so'z va ma ya'lamu ta'wilahu illallohda vaqf qilishni taqozolaymiz, to'xtaymiz. Undan keyin vavul istinaf keladi. Kalam yan kalam va rasixun deb boshlangan tarjimada buning ta'vilini faqat Alloh biladi. Rasixlarchi ilmda rasixlar faqat amanna bih deydi deb mana tarjima qildi. Mana bu mimma. Mana bu nima? Shuningga dalolat qilgan mazmunlardan birisi mana bu emas ekan. Shu mazmunlardan birisi Ibn Qudama Ravzatun Nadiri degan kitobda tilgan bir mazmun bor. Deb tafsir qilib ketib 3 chiqib oldida mazmun borligining ifodasi. Oyatda shunda bir dalil bor, qarini borki, Alloh mutashabihni bilishda yolg'iz. Alloh bilan biladi. Bu yerdagi vaqfi, to'g'ri vaqfi va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh ta labzan va ma'na. Buncha to'xtash kerak. Labzan bo'lgani agar rasikhinni atb qilsa va yaqulun deb bu kelish kerakdi. Bu kamida, demak rasikhin labzul jaloliga atb emas va rasixun. Ma'na jihatda Allah ta'vilni istaganlarni so'kdi. Agar rasixlarga bilina bo'lsa bu mutashabih buni istaganlar majilani so'tdi, so'kalni so'tdi deydi. Magapnoma xili nimasi bor? Jini va saloqtashlar. Chunki amenna bih degan so'z odatda normalda biz qanday vaqtda amenna bih deymiz? Bir narsani bilinmagan vaqtda, yani biz uxlaymiz degan Xudoyim biladi. Biz imoyatimizda buni ham tushunamiz ya. Shu amenna bih degan bir navi topshirish, Allohga topshirish va bir narsaga uning ma'nosini bilinmagan, lam yaqifligiga bilinmagan bir narsaga taslim bo'lishni dalolat qiladi. Xususan kullum min indi robbina degan so'zi agashtirilib keltirildi burunda. Ular Robbini tilga oldi. Robbini tilga olganligi ularningki ishonchni va uning buyrug'iga bo'ysunishni ifodalaydi burunda va bu mutashabih Allohning qashidan sodir bo'lganligini xuddi muhkam kelgandek. Mutashabihning mazmunini, mohiyatini bilmasakmi, Alloh tarafidan kelgan bo'lg'ach, aytdik degan gapni o'zi bilmaymiz degan ma'ni ifodalaydi deydi. Bu birinchi dalili ma'lumki. Ikkinchisi amma degan so'z bir mujmal mazmunni izohlash uchun kuldan ona nahvida o'qildi buni. Musha ammani fillazina fi qulubihim zayghundan oldida tilg'anligi va ammallazina fi qulubihim zayghun deb oldi ya. Yani ularni mutashabihga egishish, mutashabihning mazmunini istash bilan sifatlashlar birga tilg'anligi bu mushu sifatga qarshi keladigan yana bir qismni ifodalaydi. Ular o'zini rasix. Ikkiga ayirganlikni ifodalaydi. Ammaning ifodasi birini rasix dedi, birini rasixning qarshisi dedi. Rasixli iymon aytimiz dedi. Yana birisining qalbida kasal bor dedi. Ikkisini shunda bir yerga kelib o'tirib qo'ysak, ya'ni mutashabihning ta'vilini faqat Alloh bilganligi, vaqtiningki illalloh ekanligining mazmun chiqdi da'vatudi mayada Abdur rahimahulloh kimdan naql qilib imom Ibn Qudamadan Ibn Qudamning so'zini naql qilib deydi. Va law kanu agar ular mutashabihning ta'vilini bilgan bo'lsa, birinchi qismga qarshi kelmaydi, ta'vilni istashdi. Va ya'ni chunki qad sabata shu isbotlandiki, ta'vil aniq emas hech kimga. Undan buni biz yuqorida tilga olgan mazmundan boshqasi hamla qilish to'g'ri emas deb Ibn Qudamning gapi mushayada qana qildi, tugadi. Wa mimma yu'ayyidu anna al-wa istinafiyya. Wa'ninki istinafiyya ekanligi, atba emas ekanligini dalolat qiladigan, ta'kidlaydigan mazmunlarning birisi Qur'ondagi istiqro dalolati, tashrish. Ashunda deyishimiz Alloh subhanahu va taolo o'z xalqining bir narsani qana qilsa, inkor qilsa va o'ziga isbotlasa shu narsani istiqro. Bizning Qur'onga bo'lgan izlanishimiz, tashrishimiz shuni ifodalaydi-ki, Ustoz Shinqiti Advoul bayon degandek, buningda la yakunu lahu fi zalika bunda ishlarda Allohga shirk bo'lmaydi. Allah oyatda ta'vilni Alloh bilan bildi demasmi? Undan keyin Allohdan boshqasi Allohga mush ta'vilni bilishi shirk qilinmaydi. Qul la ya'lamu man
La yaqul la ya'lam man fis semawati vel ardil gaybe illallah degan o'xshashma mazmun. La yujalliya illa li vaqti illa huwa ve kullu şeyin halikun illa vejhu. Mushurullarning hammasi istisno orqali Allohga xos qilindi. Ikkinchi bir shaxs Allohga shirk qilmaydi bu yerda. Xuddi ma'yatning o'xshash. Fal mutabiq lidalik shuningga mas qiladigan tarafi nima desanglar va ma ya'lamu ta'wilahu illallah ayat o'xshash mas qiladi. Doğan bunun ma'nosi mutashabihni faqat kim biladi? Alloh bilan biladi degan bo'ladi. İmam Xattabiy degandek, agar vav va rasihundagi nasqin atbi uchun bo'lgan bo'lsa, kullu min indi robbina hech ahamiyat yo'q. Chunki Alloh biladi, rasihlar biladi deb bo'lgandan keyin Allohning qashin degandan hech ahamiyat bo'lmaydi-da. O bir mazmun tugadi. Endi vaqfi illallah degan so'zni tandur va rasihun ibtidoul kalam degan mush so'z. Hozir mush gapni markazlashtirib asosan endi. Mush gap to'g'ri chiqildi de masalan, bu jumhur ulamolarning so'zi. Va qavlu jumhurul ulama. Nimishqa biz yuqorida so'zlagan Qur'on dalillari tufaylidan. Mushni degan sahobalarning qatoridan Ömer radıyallahu anhu, İbn Abbas radıyallahu anhu, Ayşe, Urva ibn Zubayr, Ömer ibn Abdülaziz, İbn Mesud, Ubay ibn Ka'b ve ondan başqa nurg'un sahobalarni mushuni nimada ko'z qarashda shu fikr to'g'ri fikr deb qabul qilinsa bo'ladi savatdoshlar. Anva al-muhkam. Endi ma muhkam mutashabih biroz qiyin bo'lg'achqa mumkin bo'lsa mishara to'xtasak. Muhkam mutashabih to'g'riliq mazmunni yana bir qatimliq darsimizni oxirlashtirsak, bugungi darsimiz anva al-muhkamda to'xtasi bo'ladi savatdoshlar. Tushunmagan taraflar bo'lsa, so'zlar bo'ladi bo'lmasa darsdan tushimiz va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.